Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa diğer haftada aksiyalarimiz davom qilaveradi. Siz bilan mashinamizni bir qator ko'rsatib o'tamiz. 4 bo'lum zavod qo'yibdi. Kraskalari kirchiki yo'q, kechirimda sarapina yo'q. Metan gaz bo'lumlari bor. Mashinamiz ideal sostoyanida turibdi. Bir qator ishlarni ham ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Yurgan kilometrlari 58.600 yurib turibdi. Salafanlar giyib qo'yibdilar endi kimdir u yanına toza qilib borasi keladi. Patologlar qilingan. Linoleum polik bor. 2022-yilda ishlab chiqarilgan bahasi 77 million so'm edi, 75 million so'mga tushirdik. Oldindan to'lovsiz 3 yilga 4 million 100 ming so'm, 4 yilga 3 million 400 ming so'm, 5 yilga 3 million 100 ming so'm, 6 yilniki 2 million 800 hurmatli obunachilar, bu ertaroq 1 yilda ilsangizlar ham bo'ladi. 75 million foizi bilan to'laysizlar 1 yillikni. Gayi notariuslarini 1 million so'm pul beraverasizlar. Xullas, bir pasport bilan kelasizlar, 1 million so'm pul bilan mashinangizni minib ketaverasizlar. 2022-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz ideal holatda turibdi. Kimlar qiziqar bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qoldiramiz, diğer hafta kelaverasizlar.